Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, shuningdek ota-onasi, buvisi yoki bobosi pensioner bo'lgan har bir oila uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap 1 iyulgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan pul mablag'lari, yangi ro'yxatlar, qayta hisob-kitoblar va kimlar bu summalarni olishi mumkinligi haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ko'p hollarda odam pulga haqli bo'ladi. Lekin hujjat topshirmagani, ro'yxatda bor yo'qligini tekshirmagani yoki ariza yozmagani uchun o'ziga tegishli mablag'ini vaqtida olmay qoladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin tartib qanday edi? Hozir nimalar o'zgargan? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar shunchaki tekshiruvdan o'tib qo'ysa kifoya? Qaysi holatlarda pul kechikadi va 1 iyulgacha nimalarni albatta bajarish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar aynan videoning o'rtasida va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni oilangizdagi pensionerlarga yuboring. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar pul masalasida faqat har oy keladigan pensiya miqdoriga qarab yurardi. Ya'ni bank kartaga tushdimi, pochta orqali keldimi, odam shuni olib ishlatardi. Lekin pensiya tizimida faqat oylik pensiya emas, balki qayta hisoblash, ustama, kompensatsiya, ijtimoiy yordam, nafaqa bir martalik to'lovlar, qarzdorlikni yopish, kechiktirilgan summa va ro'yxat asosida beriladigan qo'shimcha mablag'lar ham bo'lishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatga bog'liq edi. Masalan, pensionerning ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, biror yildagi maosh arxivdan topilmagan bo'lsa, nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lsa yoki vafot etgan turmush o'rtog'i bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik huquqi tekshirilmagan bo'lsa, odam yillar davomida kamroq pul olgan bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Aynan shuning uchun ayrim pensionerlar yangi ro'yxatlarga tushishi, ayrimlarning pensiyasi qayta hisoblanishi, ayrimlariga esa oldingi davr uchun farq summasi berilishi mumkin. Bu yerda eng muhim masala shuki, hamma pensionerga bir xil summa beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Kimdir 200 ming so'm atrofida farq olishi mumkin, kimdir 700 ming so'm, kimdir bir necha oy uchun yig'ilgan bo'lsa 1 million so'mdan ham ortiq mablag' olishi mumkin. Lekin bu summa odamning to'yfasi, pensiya turi, ish staji. Oldingi hisob kitobdagi farq, hujjatlarning to'liqligi, bank rekvizitlar ijtimoiy holatiga bog'liq bo'ladi. Hozir nimalar o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, pensionerlar bo'yicha ro'yxatlar qayta aniqlanmoqda. Bu ro'yxatlarda odatda bir nechta toifa bo'ladi. Yoshi bo'yicha pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, kam ta'minlangan oila tarkibidagi pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, parvarishga muhtojlar, shuningdek ilgari hujjatidagi xato sabab to'liq pul olmaganlar. 1 iyulgacha bo'lgan muddat esa ko'pchilik uchun hujjatlarni tekshirish, ariza berish, ro'yxatga kiritilganini aniqlash va mablag'ning tushishini nazorat qilish davri hisoblanadi. Endi men asosiy savolga o'taman. Kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori oxirgi oylarda o'zgargan. Lekin nima sababdan o'zgarganini tushunmaganlar. Masalan, bir pensioner har oy 1 million 2 ming so'm olardi. Keyin birdan 1 million 20 ming so'm tushdi. U kishi xursand bo'lib qo'ya qoladi. Lekin aslida bu faqat joriy oy o'sishi bo'lishi mumkin. Oldingi oylar uchun farq esa alohida to'lanishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, kartaga pul tushganini ko'rishning o'zi yetarli emas. Hisob-kitob varaqasini ham tekshirish kerak. Ikkinchi toifa ish staji to'liq hisoblanmagan pensionerlar. Masalan, Xorazmda yashovchi bir opa 28 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 22 yil staj ko'rsatilgan. Sababi 1990-yillardagi korxona hujjatlari arxivdan vaqtida kelmagan. Keyin o'sha hujjat topilsa pensiya qayta hisoblanadi. Agar qayta hisob natijasida oyiga 1 ming so'm farq chiqsa va bu farq 6 oyga tegishli bo'lsa, demak 1 million ming so'm to'lanishi kerak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bu kichkina raqam emas. Bir qarashda 1 ming so'm kamdek tuyuladi, lekin oylar yig'ilsa uyga kerakli to'g'ri. Oziq-ovqat yoki kommunal to'lov uchun katta yordam bo'ladi. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda guruh tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi va bazaga kiritilgan ma'lumot juda muhim. Masalan,
bir fuqaroning nogironlik guruhi muddatsiz belgilangan bo'lishi mumkin. Lekin elektron bazada eski muddat qolib ketgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Yoki aksincha, guruh o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha haq chiqishi mumkin. Shuning uchun nogironligi bo'lgan pensionerlar 1 iyulgacha tibbiy ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini albatta tekshirtirishi kerak. 4-toifa. Yolg'iz yashovchi keksalar. Bu juda nozik masala. Odamning farzandlari bo'lishi mumkin, lekin ular boshqa viloyatda, boshqa davlatda yoki alohida ro'yxatda yashayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha yordam ro'yxati shakllantirilganda mahalla ma'lumoti, yashash holati, daromad manbai va parvarishga muhtojlik hisobga olinadi. Masalan, 76 yoshli ota yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm. Doimiy dori-darmon xarajati oyiga do'riti 1 ming so'm. Agar u ro'yxatga kiritilsa, bir martalik yordam yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanishi mumkin. Lekin mahallaga murojaat qilmasa, u odamning holati bazada oddiy pensioner sifatida ko'rinib turishi mumkin. 5-toifa bank kartasi, pochta manzili yoki pasport ma'lumotlari o'zgargan pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydi. Odam yangi ID karta oladi. Lekin pensiya bo'limida ma'lumotni yangilamaydi. Yoki bank kartasining muddati tugaydi, yangi karta oladi. Ammo eski karta raqami tizimda qoladi. Natijada pul ajratilgan bo'lsa ham tushmaydi yoki qaytadi. Keyin odam menga pul berilmadi deb o'ylaydi. Aslida sabab oddiy, rekvizit yangilanmagan. Shuning uchun 1 iyulgacha karta, pasport, telefon raqami va yashash manzilini tekshirtirish juda muhim. Endi aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 64 yoshli ayol 2023 yildan beri pensiya oladi. Pensiya tayinlanganda uning 25 yillik stajidan 3 yili tasdiqlanmagan. Keyin arxiv hujjati topildi. Qayta hisobda pensiyasi oyiga 1,5 ming so'mga oshdi. Agar farq 8 oy uchun hisoblansa, 9-6 ming so'm qo'shimcha berilishi kerak. Bu mablag' odatda alohida to'lov sifatida yoki keyingi pensiya bilan birga tushishi mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi 70 yoshli ota nogironlik bo'yicha qo'shimcha ustamaga haqli. Lekin tibbiy xulosa ma'lumoti tizimga kech kiritilgan. Agar oyga 2,5 ming so'm farq chiqsa va 4 oy davomida to'lanmagan bo'lsa, jami 1 million so'm atrofida mablag' to'lanishi kerak bo'ladi. Lekin bu avtomatik bo'lishi uchun bazadagi ma'lumot to'g'ri bo'lishi shart. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, ariza yozish kerak. 3-misol, Buxoroda yashovchi pensioner bank kartasini almashtirgan. Pul ajratilgan, lekin eski karta yopilgan. Natijada to'lov qaytgan. Bunday holatda odam darhol bankdan yangi rekvizit olib, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat markaziga topshirish kerak. Aks holda pul tizimda turadi. Lekin odamning qo'liga yetib bormaydi. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi 2 yoshli buvi yolg'iz yashaydi, lekin mahalla daftarida u haqidagi ma'lumot eskirgan. Farzandlar ro'yxatda bir uyda ko'ringani uchun u kam ta'minlangan yoki parvarishga muhtoj sifatida. Aslida farzandlari boshqa shaharda ishlaydi. Buvi esa yolg'iz. Bunday holatda mahallaga borib, haqiqiy yashash holatini dalolatnoma bilan tasdiqlatish kerak. Shundan keyin ijtimoiy yordam ro'yxatiga kiritish masalasi ko'riladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, pasport va karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, staj bo'yicha bahs bo'lmasa, nogironlik yoki qo'shimcha ustama masalasi yo'q bo'lsa, siz faqat tekshiruv sifatida ma'lumotlaringizni ko'rib qo'ysangiz kifoya. Lekin menda hammasi joyida deb butunlay befarq bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki ayrim farqlar odam bilmagan holda chiqadi. Masalan, pensiya miqdori indeksatsiya qilingan bo'lishi yoki ilgari hisoblanmagan davr endi tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Yangi ro'yxat degani hamma avtomatik pul oladi degani emas. Ro'yxat avvalo tekshiruv uchun shakllanadi. Unda odamning ma'lumotlari, pensiya turi, huquqiy asoslari, hujjatlari va to'lov holati ko'riladi. Agar hammasi tasdiqlansa, mablag' ajratiladi. Agar biror hujjat yetishmasa, to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha pul bilan oddiy pensiya oshishini adashtirmang. Masalan, pensiya oshsa, bu kelgusi oylar uchun doimiy miqdor bo'lishi mumkin. Farq summasi esa oldingi davr uchun bir martalik to'lov bo'ladi. Odam kartaga 2 million so'm tushganini ko'rib, endi har oy shuncha olaman deb o'ylashi mumkin. Aslida uning 20 million 300 ming so'mi oddiy pensiya.
700 ming so'mi esa oldingi oylar uchun farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lov tafsilotini bilish kerak. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning kredit qarzi, aliment, sud qarori yoki ortiqcha to'langan summa bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha pul ajratilgan bo'lsa ham, uning bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Bu holatda odam menga to'liq berishmadi deb norozi bo'ladi. Aslida tizimda qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bank ko'chirmasi va pensiya bo'limidagi hisob-kitob ma'lumotini solishtirish kerak. 4-nozik jihat hujjatdagi ism familiya farqi. Masalan, eski mehnat daftarchasida familiya bir harf bilan, pasportda boshqa harf bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Ayollarda turmush qurgandan keyin familiya o'zgargan, lekin eski ish hujjatlarida avvalgi familiya qolgan bo'ladi. Bunday holatlarda staj tasdiqlanishi cho'ziladi. Agar vaqtida nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki arxiv ma'lumotnomasi topshirilmasa, pensiya farqi ham kechikadi. 5-nozik jihat. Chet elda bo'lish yoki doimiy yashash holati. Ba'zi pensionerlar farzandlari yoniga vaqtincha chet elga ketadi. To'lov olish tartibi bunday vaziyatlarda alohida tekshiruv talab qilishi mumkin. Agar odam uzoq muddat mamlakatdan tashqarida bo'lsa, tegishli organlarga ma'lumot berish kerak bo'lgan holatlar bo'ladi. Men bu yerda har bir kishiga alohida maslahat beraman. Chet elga ketishdan oldin pensiya to'lovini qanday davom ettirish, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma berish yoki tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha aniq ma'lumot oling. 6-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, uning nomidan boshqa odam pul olishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lda muammo chiqadi. Shuning uchun 1 iyulgacha ishonchnoma muddati, vakilning hujjatlari va bankdagi ruxsatlar tekshirilishi kerak. Aks holda pul bor, lekin olish qiyinlashadi. 7-nozik jihat telefon qo'ng'iroqlari va firibgarlik. Hozir siz ro'yxatga tushdingiz, pul chiqaramiz, karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring degan firibgarlar ko'paygan. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodini, karta parolini, mobil ilova parolini hech kimga bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Agar sizga shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni o'chiring va bankka o'zingiz rasmiy raqam orqali murojaat qiling. 8-nozik jihat qo'shnim oldi, men olmadim degan taqqoslash. Bu eng ko'p uchraydigan xato. Qo'shningiz 1 million so'm olgani siz ham aynan shuncha olasiz degani emas. Uning staji boshqa, pensiya turi boshqa, qayta hisob davri boshqa, ustamasi boshqa bo'lishi mumkin. Sizning huquqingizni qo'shnining summasi bilan emas, o'z hujjatlaringiz bilan aniqlash kerak. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Pensiya miqdoringiz va oxirgi to'lovlaringizni tekshiring. Bank kartangiz bo'lsa, bank ilovasidan yoki bankomatdan ko'chirma oling. Pochta orqali olsangiz, oxirgi to'lov kvitansiyalarini saqlab qo'ying. Qaysi oyda qancha tushganini yozib chiqing. Masalan, mart oyida 1 million 200 ming, aprelda 1 million 200 ming, mayda 1 million 470 ming tushgan bo'lsa, nima uchun oshganini aniqlang. Pensiya tayinlangan hujjatlaringizni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank karta rekviziti, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Ko'p odamlar kerakli hujjatni izlab vaqt yo'qotadi, natijada ariza kechikadi. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga, ijtimoiy himoya bo'limiga, mahallaga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Qayerga borish holatingizga bog'liq. Agar pensiya hisobida farq bor deb o'ylasangiz, pensiya bo'limiga boring. Agar yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan yoki parvarishga muhtoj sifatida ro'yxatga kirish kerak bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Agar hujjat yoki ma'lumotni elektron tasdiqlash kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yordam berishi mumkin. 4-qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish stajim, ustamalarim va iyulgacha shakllantirilayotgan ro'yxatlar bo'yicha huquqim bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar sizda aniq sabab bo'lsa, masalan 1995-1998 yillardagi ish
stajim hisobga olinmagan deb yozing. Arizadan nusxa oling yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini yozib qo'ying. 5-qadam javob muddatini nazorat qiling. Ariza topshirdim, endi o'zi bo'ladi deb yurib ketmang. Qachon topshirdingiz? Kim qabul qildi? Ro'yxat raqami qanday? Qachon javob beriladi? Bularni yozib boring. Agar javob kechiksa, qayta murojaat qiling. Agar tushuntirish noaniq bo'lsa, yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda himoya qilish oson bo'ladi. 6-qadam bank rekvizitlaringizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob yopilmaganmi? Karta egasi pensionerning o'zimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bankda blokirovka yo'qmi? Bular juda muhim. Ayniqsa yangi karta olganlar eski rekvizitni tizimdan yangilash kerak. 7-qadam. Agar pensioner yura olmasa, vakil orqali ishni tezlashtiring. Lekin vakil hujjatlari to'liq bo'lsin. Ishonchnoma, pasport, pensionerning hujjatlari, tibbiy holat bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda ehtiyot bo'ling. Pensionerning roziligisiz yoki manfaatiga zid harakat qilish mumkin emas. Pul pensionerning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. 8-qadam. Hisob kitobni o'zingiz ham taxminan tekshirib ko'ring. Agar sizga oyga 1,2 ming so'm farq chiqdi deyishsa, qaysi oydan qaysi oygacha ekanini so'rang. Masalan, 1,2 ming so'm 5 oyga bo'lsa, 7,2 ming so'm bo'ladi. Agar 8 oyga bo'lsa, 20,200 ming so'm bo'ladi. Soliq ushlab qolish yoki boshqa chegirma bormi? Shuni ham aniqlang. 9-qadam. Qarindoshlar, ayniqsa farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar hujjat bank, elektron baza degan narsalardan charchaydi yoki tushunmaydi. Farzandlar bir kun vaqt ajratib ota-onasining kartasini, pensiya hujjatini, stajini, ro'yxatga tushgan tushmaganini tekshirsa juda katta foyda bo'ladi. Bu shunchaki pul masalasi emas. Bu keksalarning haqqini joyiga qo'yish masalasi. Yana bir muhim tavsiya, hech qachon vositachilarga pul bermang. Men sizni ro'yxatga kiritib beraman. Faloncha foizini menga berasiz. Tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, ariza va hujjat orqali olasiz. Huquqingiz bo'lmasa, pul berib ham qonuniy to'lov chiqarmaysiz. Aksincha firkanlarga aldanib qolishingiz mumkin. Demak, 1 iyulgacha bo'lgan davr pensionerlar uchun juda muhim. Bu muddatda yangi ro'yxatlar, qayta hisob kitoblar, staj va ustamalar, ijtimoiy yordamga ehtiyoj, bank rekvizitlari va hujjatlar tekshirilishi kerak. Hamma bir xil summa olmaydi, lekin huquqi bor odam o'z pulini vaqtida olish uchun faol bo'lishi shart. Men sizga eng muhim gapni yana bir marta aytaman. Kartaga pul tushishini kutib o'tirmang, o'zingiz tekshiring, ariza yozing, hujjatni to'plang va yozma javob oling. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner inson bo'lsa, bugunoq hujjatlarni ko'rib chiqing. Pensiya miqdori, bank kartasi, staj, nogironlik hujjati, mahalla ro'yxati va ijtimoiy yordam masalasini tekshiring. Bir qarashda mayda tuyulgan xato 100 minglab, hatto million so'mlab mablag'ning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha pul tushdimi? Kimdir ro'yxatga kiritildimi? Pensiyasi qayta hisoblandimi? Izohlar yozib qoldirib, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz hamda pensioner tanishlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolardan pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va huquqlaringiz bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.